Assalamu alaikum hürmetli televizyon kökçüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünüzden karşıladınız. Şarkı Türkistan'da bu yılın destekli 8 ayda atalmış merkezden 8 xil belgelemesi xilaf kılgan 839 nefer kadr bir taraf kılındı. Norvegiyadagi ahmiyetli bir gün. Saudiya Arabistan'ın neft ishlab chiqarishi vaqti to'xtatildi. Türkiye Mo'ro musulmonlarga yordam qildi. Tövende dehqonlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Erkin Asya Radyosu xabarida atalmış Uyghur Abnum rayonida bu yılning dastlabki 8 ayda Xitoy markazdan 8 xil belgilemasi xiloflik qilgan degan sabab bilan 839 nafar kadrni bir taraf qilib 661 kadrga intizom va ma'muriy jazo bergan. Atalmış Şinjan gezitining 13-sentabr xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi intizom tekshirish va reviziya tarmoqlari bu mezgil ichida Xitoy markazining 8 xil belgilemasi xilof 774 deloni aniqlab chiqqan. Yuqorqi kishilar bu 774 delog chetishlik ekan. Xitoy raisi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin atalmış sheriklikka qarshi turish harakati qo'zg'ab, tuzumga xilof yap ichish, so'g' salom elish, hukumat ashyolarini tuzumga xilof ishlatishni o'z ichiga olgan 8 xil belgilama chiqargan. Bu harakat Sharq Turkistonda yaqinqi 2 yil ichida nurg'un yerlik kadrlarning jazolanishiga sabab bo'lgan. Chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar yuqorqi 8 xil belgilama Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga yo'shirin qarshi turgan yoki uni aktiv qo'llamagan Uyg'ur kadrlarini jazolashning bahonasiga aylanib qolganligini ilgari surib kelgan edi. Şinjan gezitining atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish va reviziya komiteti 9-sentabr kuni mazkur belgilama xiloflik qilgan 8 tipik deloni e'lon qilib, Avat noyilik 1-o'rta maktabning mudiri Hörgil Davud, Xotan shahri Narbaq ijtimoiy rayonining boshlig'i Rozin Savushur, Kommunayisi Peshniyezilik Sahya o'rnining boshlig'i Mamtimin Ahmad, Qarmay shaharlik Milliy diniy ishlar komitetining xodimi Lutfulla Hoji qatorliqlarning ismi tilga ilingan. Hörgil Davud qurban etlik sovg'a qabul qilish, Rozin Savushur boshqalarning bergan bezak buyumi, qo'l sayt qatorliq sovg'alarni elish bilan ayblangan ekan. Yaqinqi 2 yil ichida nurg'un yerlik kadrlar atalmış 8 xil belgilamaga xiloflik qilish bilan jazolangan ekan. Amerika Olam qatnash idorasining mutaxassisi doktor Erkin Sidiq, Ana til projekti uchun xizmat qilayotgan Abduveli Ayub, Mutallib Saydulla qatorliqlar Norvegiya poytaxti Osloda jam bo'lib, vatanimizning hozirgi vaziyati va avlodlarning kelgusi to'g'risida Norvegiyadagi Uyg'urlar bilan hamsuhbatda bo'ldi. Shundaqla Erkin Sidiq apandimning doklatidan vatandagi Uyg'urlarning ahvoli odam tasavvur qilg'usiz eg'ir bo'lib, ko'ngillarni g'ash asimo, yengilmas iroda, qat'iy ishonch, quyul tashdek birlik tashabbuslari hammalarga umid bag'ishladi. Abduveli Ayub apandining chet elda yashayotgan Uyg'ur avlodlarining Uyg'urlik ruhini saqlab qolish va Uyg'ur ruhini singdirishga bo'lgan ko'z qarash, taklif fikrlari kelgusiga bo'lgan arzu umidlarni texmi oshirdi. Shoir Mutallib Saydullaning yangidan nashrdan chiqqan Dengizning aytqanlari, Abduveli Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi, Uyullar vadisi Turkiya qatorliq kitoblari imzoliq setildi. Uyg'ur ana til maktabi o'quvchilarimi o'z mahoratlarini ko'rsatib, san'at nomerlarini o'rinladi. 15-sentabr kuni Energiya ministri Abdulaziz ibn Salman Saudiya Arabiston xabar agentligi sifatida e'lon qilgan bayonotida Milliy neft shirkati Saudiya Aramco'ga tava 2 o'rinning jasus aeroplani bilan hujumga uchraganlik sababidan neft ishlab chiqarishni vaqtli to'xtatganligini bildirib, mazkur hujumning taxminan 5 million 700 ming varil xam neft bilan ta'minlashning to'xtatilishiga sabab bo'lganligi va kunlik 2 million varil neft gazi ishlab chiqarishning to'xtab qolganligini ta'kidladi. Ba'zi manbalarning xabarga asoslanganda bu qatim hujum Yaman yoki Iroqdagi Iron yollanma askarlar tomonidan qilinganligi ilgari surilmoqda ekan. Buningdan ilgari bunday hujumlar yuz bergan bo'lib, may oyida Saudiya Arabiston Yamandagi Iron yollanma askari Husi shialar tomonidan hujumga uchirgan neft turbasining sun'iy amroh suratini oshkorlagan edi. Türkiye tarafından Filipindagi Mo'ro musulmonlar yashaydigan Mindanao orolining o'xshash bo'lmagan joylariga silingan 5 maktab binosi bilan 3 davolash markazining qurilishi bitdi. Turkiya hamkorlik va koordinatsiya agentligi TIKA yozma bayonot e'lon qilib, TIKAning bu yil Bangsamoro umumiy xalq bilet tashlash faoliyati natijasida rayonda qurilgan musulmon Mindanaodagi Bangsamoro Abnum rayoni va Mo'roliqlarga yordam qilishni davomlashtirayotganligini, bu doirada Mindanaoning Davao Oriental, Lanao del Sur va Maguindanao o'lkalariga qarashli Cotabato, Buluan, Lumbayanago'i va Kaboyao shaharlarida 4 sinfliq 5 maktab binosi olganligini, Cotabato, Davao Oriental va Maravida 3 davolash markazining qurilish xizmatlarining tamomlanganligini bildirib, maktab va davolash markazlari orqali Barmimning ma'rif va sahiya ul asarlariga alohida kuch qo'shishning nishon qilinganligini ta'kidladi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.